Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 3-kitob 133-hadis. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi masjidda o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, qayerdan ihrom bog'lashimizga buyurasiz?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Madina ahli Zulhulayfadan ihrom bog'laydi, Shom ahli Juhfadan ihrom bog'laydi, Najd ahli Qarindan ihrom bog'laydi" dedilar. Ibn Umar radhiyallohu anhuma shunday dedi. Aytishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Yaman ahli Yalamlamdan ihrom bog'laydi ham degan ekanlar. Ibn Umar radhiyallohu anhuma buning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lganini aniq bilmayman der edi.